Assalomu alaykum. Efirda xabarlar ma'lumot dasturi. Studiyada Madina Ulug'bek qizi. Bugungi olingan ma'lumotlarning qisqacha to'plami bilan tanishib oling. Qirg'izistonda oktyabr oyida yoqilg'i moyining narxi 3-5% ga qimmatlashi kutilmoqda. Araban rayonidagi Gulbar qishlog'ida o'rta maktabda yong'in chiqib, imoratning yarmi yaroqsiz holga kelgan. Mektep qo'rqinchli, balaken kirib chiqib o'ynaydi ekan, bosib qoladi. Bugun O'sh shahrida eng shirin non va eng katta somsa aniqlandi. Yaxshi nonlarim bilan tun uyqularimni qo'yib, uylarimni saqlab, sütlarimni tartib, nonlarga javob keldim. Oktyabr oyida yoqilg'i moyining narxi 3-5% ga qimmatlashi kutilmoqda. Bu haqda Azadliqqa neft treyderlar tashkilotining rahbari Medetbek Kerimqulov bildirdi. Uning aytishicha, joriy yilning boshidan buyon yoqilg'ining bahosi 34,16% ga yoki 7 so'm 40 tiyinga qimmatladi. Bunga Rossiyadagi Achinsk yoqilg'i zavodidagi avariya va so'mning tushishi sabab bo'lgan. Shuningdek, Qirg'iziston yoqilg'i moyining bir qismini sotib oluvchi Rossiyadagi Omsk va Salovat yoqilg'i zavodlari ham o'nglash ishlariga bog'liq o'z ishini vaqtincha to'xtatgani ham moylar narxining ko'tarilishiga o'z ta'sirini ko'rsatgan. Bu orada yoqilg'ini qimmatlashni Oliy Kengash ham muhokama qildi. Xalq vakili Ulug'bek Qo'chqorov yoqilg'i moyini chet davlatlarga sotishni taqiqlashni taklif qildi. Benzinga bo'lgan baho 30% ga qimmatladi. Natijada oziq-ovqatga bo'lgan narxlar ham keskin ko'tarilmoqda, lekin hukumat ahvolni nazorat qilishni qo'lga olgani yo'q deydi Qo'chqorov. U Qorabolta shahrida Junda zavodi yoqilg'i ishlab chiqarayotganini, lekin mahsulotning barchasi qo'shni Tojikistonga va u orqali Afg'onistonga o'tayotganini aytdi. Junda zavodi ishlab chiqarayotgan mahsulot oddiy xalqqa qolmayapti. Buning barchasi yoqilg'i moyini eksport qilishdan ayrim amaldor va deputatlar foyda ko'rayotgan. Araban rayonining Gulbar qishlog'idagi o'rta maktabda yong'in chiqib, imoratning yarmi yaroqsiz holga kelib qolgan. Bolalar binoning torligidan maktabning oshxonasida ham o'qishmoqda. Ovqatlanish ham o'sha yerda bo'ladi. Falokatdan ko'p o'tmay hukumat yangi maktab imoratini qurib berishga va'da bergan. Undan beri 10 oy o'tgan, lekin maktabning ta'mir ishlari ham boshlanmagan. Maktabning yong'ib bo'lgan qismi qulflangani bo'lsa ham, ota-onalar bolalarni maktabga jo'natishdan xavotir olishmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Aravan rayonidagi Gulbar nomli o'rta maktabda yong'in chiqib, imoratning yarmi yaroqsiz holga kelgan. Bu voqeaga 10 oy bo'ldi. Biroq maktabni ta'mirlash ishlari hamon boshlangani yo'q. Imoratning yongan qismi qulab ketish xavfini yaratmoqda. O'qituvchilar bolalar maktabni yonib ketgan qismiga kirib ketmasliklari uchun imoratni o'sha qismidagi deraza va eshiklarini mahkamlab qo'yishgan. Shunga qaramay, ota-onalar bolalarini darsga yuborishdan xavfsirashadi. Mektep qo'rqinchli, balaken kirib chiqib o'ynaydi ekan, bosib qoladi deb biz da qo'rqamiz. Qachon keladi deb kech qolib, qarаңғы kirib, baldar qiynalib o'tadi. 3 smena o'qiyotadi. Mektebimiz tar. O'quv maskanini qishloq aholisi o'zlari 15 yil avval hashar yo'li bilan bitkazishgan edi. Maktab 230 o'ringa loyiqlashgan bo'lsa ham 500 nafardan ortiq o'quvchilar bilim olib kelgan. Maktabning hozirgi holatida ham 540 nafar bola o'qiydi. Sababi yaqin atrofda boshqa maktab yo'q. Mektebimiz kuyib ketgandan keyin mektepning sharti o'ta og'ir bo'ldi. O'quvchilarga da qiyinchilik bo'ldi. Qo'shni ayilibizda mektep bor. Mektepning aralig'i 8 kilometr. Ol joqqa tushib o'qinglar degan prikaz chiqqan edi. Ota-onalar unagan yo'q. Qo'shni ayildagi mektepning aralig'i 8 kilometr. O'quvchilar imoratning tor bo'lganligi uchun maktab oshxonasida ham bilim olishmoqda. Tushuntirish ishlarini ham shu yerda o'tkazishga majbur bo'lishmoqda. Falokatdan ko'p vaqt o'tmay, hukumat yangi imorat qurib berishni va'da qilgan. Umumiy smetalik bahosi aniqlanib, yangi maktabga 46 million so'm ajratilar edi. Keyinchalik nimagadir hukumat bu va'dasini unutib, bu yil maktabni poydevorinigina qurishni aytib, 2004-yilning budjetidan 4,5 million so'm ajratadigan bo'lgan. Lekin bugungi kunda o'sha poydevor ham qurilayotgani yo'q. Talbek Sartbashevich o'zi kelib ko'rib, yilqi yilning byudjetine kirgizilmasa bo'lmaydi. Birinchi o'rinda shunday avariy maktablar kirgizilishi kerak deb aytib ketgan. Shunday ele Jo'g'ri Kengashining deputatlari da o'zlari kelishib, ko'rib, o'zlarining salымдарын qo'shib, yilqi 14-yilga ушул maktabning fundamenti g'ana kirgizildi. Biroq hozirgacha ham boshlab ellik. Qurilishning kechiktirilishiga birinchi navbatda ota-onalar norozi bo'lishmoqda. Hukumatning e'tiborsizligi bolalarni bilim olishiga to'sqinlik qilmoqda deyshadi ular. Maktabda shu kuygandan 1 yil bo'ldi. Shu 1 yilgacha qurib qo'ysa bo'ladi. Bu hukumatning qo'lidan kela turgan ish ele.
Урбай атады, мына кыш түшүп келатат. Кышта биздин немебиз кандай болот? Ушу биздин мектебибизди 1 жылдан бери бүтүрбөй аткан өкмөттүн аткан эмнелерге кайрылабыз. Ушул быйылкы жылы бүтүрүп беришин талап кылабыз ата-энелердин атынан. Окуучуларыбыз, балдарыбыз кыйналды. Bu orada bolalar maktabni chala yongan qismida 3 smenadan o'qishmoqda. Biroq bunday sharoitda bilim olishni sifati haqida aytishga ham hojat yo'q. Ra'noy Nazarova, Nazgul Axunova, Azam Buzrikov, Intimaq. Chegara bo'yicha so'zlashuvlarni tezlatish uchun O'zbekistonga nota yuborildi. Bu haqda hukumatning chegarani delimitatsiyalash bo'yicha maxsus vakili Qurbonboy Iskandarov bildirdi. Uning aytishicha, bu vaqtgacha O'zbekistonga suhbatni davom ettirish uchun nota yuborilgan. Unga o'zbek tarafdan bu masala bo'yicha uchrashuvga tayyorgarliklar ko'rilayotgani haqida javob kelgan. Bundan so'ng qirg'iz taraf uchrashuvni tezlatish haqida ikkinchi notani yubormoqchi. Iskandarovning aytishicha, qirg'iz taraf bu vaqtgacha chegara chiziqlarini aniqlagan hududlar bo'yicha protokolga qo'l qo'yishni taklif qilgan, lekin o'zbek taraf bunga rozi bo'lmay, ayrim aniqlangan hududlar bo'yicha tuzilgan hujjatlargagina qo'l qo'yishni bildirgan. Ikki davlat chegara chiziqlarini aniqlash ishlari boshlanganiga 10 yildan oshdi, lekin ikki tomon ham o'sha vaqtdan buyon bu ishni yakunlay olishmadi. Muhokama yaratgan yerlarga kelganda esa ish umuman to'xtab qolgan. Qirg'iziston va O'zbekiston chegara uzunligi 1378 kilometrni tashkil etadi. Hozirda uning 320 kilometri aniqlangan emas. Bugun Osh texnologiya universitetining 50 yilligi nishonlandi. Tadbir vaqtida universitet o'z xarajotiga qurgan sport maydonchasining ochilishi bo'lib foydalanishga berildi. Tadbirga hukumatning Oshdagi muxtor vakili So'ronbay Jeenbekov, Osh shahar kengashining rahbari Ulan Primov ishtirok etishdi. Unda Oshda uning tarixi va muvaffaqiyatlari haqida ko'rgazma tashkil etildi. Undan so'ng tadbir tantana bilan davom etib, hududiy kengash va bilim tarmog'ining vakillari, oliygohning bitiruvchilari va talabalari Oshda uni 50 yilligi bilan tabriklashdi. Hozirda 34 mutaxassislik bo'yicha kasb egalarini tayyorlovchi universitetda 10 mingdan ortiq talaba bilim oladi. Texnika texnologiya bag'itidagi o'quvchi 1963-yılı Bishkekdagi Murdagi Frunzedagi Politexnikалық institutun bazasında bizden fakultet olup, kechki fakultet olup tuzilgan. Oşodan beri hazırkı günde 50 yılda buna bugün yubileyini ötkөрüp atабыз. Негизинен qurilish bag'itidagi, energetika bag'itidagi, transport bag'itidagi, ma'lumot texnologiya bag'itidagi, texnologiya bag'itidagi adistlar tayyorlaydi. Ondan tashqari magistratura var, bakalavr var, doktorantura var, aspirantura var. Hozirgi kunda 9 fakultet var. Bugun Osh shahrida Soymontog' tinchlik va birdamlikning ramzi nomidagi festival boshlandi. Uning asosida Osh davlat universitetida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Unda akademiyalik jamoatning, hukumatning, parlamentning, jamiyatning va xalqaro tashkilotlarning hududiy millatlararo muammolarni, tinchlikni o'rnatish hamda Osh shahridagi yashovchilarning diniy, tarixiy va madaniy hayotidagi Soymontog'ning roli muhokama qilindi. Tadbirning asosida Soymontog' va Qirg'izistonning tarixini aks ettirgan surat ko'rgazmasi Anna Zaxarovnaning Soymontog' kitobining ochilishi bo'lib o'tdi. Osh yeri intimoqdan jana bepillikdan simvoli deb o'tadi. Bu mana 3000 yıldan aşığın tarixi var bizim Osh yergebiz. Bu бүткүл dünyoga belgili yer. Bu şul yerde yaşayan halk, şu intimakta, birimlikte, beypildikte yaşo buların mildeti. Biz işenemiz hazırkı bizden yaşlarımız. Şul Oşar'ın gününe karata ötkörülüp atkan türlü iş-çaralardan özlörünü aybay köp yaxşı sabaqlar dalat. Soymontog' tinchlikning va birdamlikning ramzi festivalining birinchi kunidagi tadbirlar Sulton Ibrohimov nomidagi dram teatrida davom etdi. Tadbirda ishlab chiqaruvchilar, hunarmandlar va suratchilar o'z mehnatlari ko'rgazma yarmarkaga qo'yildi. Uning yurishida eng katta somsa va eng shirin non aniqlandi. Eng katta somsaning og'irligi 1 kilogramdan oshiq va eng katta nonning og'irligi 1,5 kilogramga yaqinladi. Eng shirin oshni tanlash esa bolalar mehribonlik uyining tarbiyalanuvchilariga topshirildi. Bellashuv ishtirokchilari tashkil qilganlar tomonidan taqdirlandi. Tadbir haqida muxbirimiz xabar qiladi. Avval xabar qilganimizdek, bu yil shahar kuni har yilgidan o'zgacha tarzda Sulaymantog' tinchlik hamda birdamlik ramzi deb nomlangan kampaniya asosida 4 kun nishonlanadi. Tadbirning birinchi kuni bugun boshlandi. Dastlab ilmiy konferensiya bilan boshlangan tadbir Osh milliy dram teatrida xalq hunarmandlari yarmarkasi bilan davom etdi. Yarmarka asnosida eng konkursi tashkil etildi. Bunda mahalliy oshpazlar tomonidan tayyorlangan eng katta somsa, eng katta non tanlovga qo'yildi. Eng shirin nonlarni bolalar uyi tarbiyalanuvchilari aniqlab berishdi. Jami bo'lib 20 dan ortiq oshpazchi qatnashgan bu tanlovda vazni 1 kilogramdan ortiq noni bilan ishtirok etayotgan Bazargul Mamirovaning yopgan nonlari unga g'oliblikni olib keldi. Non bu odamning eng kerakli narsasi.
shu bayramlik dasturxonga yaxshi nonlarim bilan tun uyqularimni qo'yib, uylarimiz sal sütlerimni tartib, nonlarni javob keldim. Har kungidan erta turib o'z ishini boshlagan Hamid Dadajonov yopgan somsalari hakamlar tomonidan eng katta somsa deb topildi. Somsapaz 15 yildan ortiq bu kasb bilan shug'ullanib keladi. Uning so'zlariga ko'ra, odamlarning bir og'iz aytgan rahmati barcha qiyinchiliklarni esdan chiqarib yuboradi. Sulaymantog' tinchlik va ittifoqlik ramzi asosida tashkil etilgan somsa va non konkursida bu somsa eng katta somsa hisoblandi. Hunarmandlarning aytishicha, bu somsaning o'ziga 700 gram qiyma solingan. Bu somsaning umumiy vazni esa 1 kilogramdan oshiqni tashkil etmoqda. Xaridorlar esa bu somsani 300 so'mga sotib olishdi. Ertaman soat 4 da yasash boshladik. 4 da yasadik. Shu harakat qildik, shu 10 gacha yasashdi. Eng katta somsalar bor, bundan kichikroq. Bunchalik katta emas. Bundan keyin tadbir qo'l hunarmandlari yarmarkasi bilan davom etdi. Bunda milliy kiyimlar, milliy buyumlar, shirinliklar, oziq-ovqatlar ko'rgazmaga qo'yildi. Oddiy loydan sehrli musiqa asbobini yasaydigan usta bu yarmarkaga O'sh shahridan tashrif buyurgan. Ajdodlaridan qolgan hozirgi kunda noyob bo'lib borayotgan jo'pochor musiqa asbobini yoshlarga tanishtirishni maqsad qilgan. Bu emesine bölümüne qarata, emesine formasına qarata ündörü de başka çıkarttı da. Bu 750 so'm. Tashkilotchilarning so'zlariga ko'ra, yarmarkaga O'sh shahridan, O'sh oblasining rayonlaridan, Jalolobod hamda Botken oblasidan hunarmandlar taklif etilgan. Bu yerga qo'yilgan mahsulotlar bozor bahosidan arzon sotilmoqda. Biz shu qo'llanuvchilarning jumuşlarini, bizning öndürücülerin jumuşlarini elga tanıştırıyor. Bizim şahrimizning gününe kelayotgan turistlerge tanıştırıyor. Bizning ertangi muğunlarga, yaşlarımızga, kızlarımızga, baldarımızlarga bizning uşul ata tegibizden kele жатқан қолөнершілер тарабынан ушул күнгө чейин алынып келе жатқан эмгектерин көрсөтүү жана мындан ары улантып ошондой жана алып калууда. Sulaymantog' tinchlik hamda birdamlik ramzi deb nomlangan kompaniyaning birinchi kuni O'shdagi teatrlarda mumtoz musiqa hamda teatrlashtirilgan tomoshalar bilan yakunlandi. Bunday tadbirlar 6-oktyabrgacha davom etadi. Hilola Ashurova, Samat Piratov, Untimaq. Joriy Kengashning bugungi yig'inida Qirg'izistonning bojxona ittifoqiga kirishiga aloqador 12 qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Ilk ma'lumotlarga ko'ra, taklif etilayotgan qonun loyihalari milliy qonunlarning qoidalarini bojxona ittifoqiga kirgan o'lkalarning qonunlariga mos keltirish maqsadida ishlab chiqilgan. Biroq bu iqtisodiy tashkilotga kirish bo'yicha xalq vakillari bir qator tanqidiy fikrlarni bildirdi. Damira Niyazaliyeva ekspertlarning Qirg'izistonning bojxona ittifoqiga kirib qolsa boshqa o'lkalarga raqobat qila olmay qolishini aytayotganini yodga olib, usiz ham davlatning ishlab chiqarish darajasi 27% gacha tushib ketgan. Bojxona ittifoqiga kirib qolsak, ularning holi nima bo'ladi degan savolni o'rtaga tashladi. Baqit To'rabayev esa Premyer ministr Jo'mart O'to'rbayevni yig'inga chaqirishni, Qirg'iziston bojxona tashkilotiga kirish javobgarligini u o'z bo'yniga olishni, ogohlantirishni iltimos qildi. Bojxona ittifoqiga kirganda Qirg'iziston qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin. Kimdir bu javobgarlikni o'z bo'yniga olishi kerak deydi xalq vakili. Hozir esa sizlarni hamkasbim xalqaro yangiliklar bilan tanishtiradi. Donetskda 1-oktyabrda nishonlangan bilim kuni otishmalar bilan davom etdi. Natijada avtobus va maktabda 10 nafar inson halok bo'ldi. Yana 8 turli jarohatlar olishgan. Maktabdagi bolalarni yerto'laga olib kirishga ulgurishgan. Bu voqeada millatchilar bilan Ukraina harbiylari bir-birini ayblamoqda. Texasda Ebolada gumonlangan odamni 2 kundan so'ng kasalxonadan chiqarib yuborishdi. Maxsus xizmatlar bemorni kim chiqarib yuborganini va u kimlar bilan aloqada bo'lganini tekshirmoqda. Ismi oshkor etilmagan Amerika fuqarosi virusni Liberiyadan yuqtirib kelgan. Hozirda bu kasallikdan 3000 dan oshiq inson halok bo'ldi. Suriyaning Homs kvartalida xudkush bilan mashina portlab 39 nafar inson halok bo'ldi. Terakt maktabga yaqin yerda bo'lganligi bois halok bo'lganlarning ko'pchiligi 6-9 yoshdagi bolalar. 70 nafarga yaqin odam turli xil jarohatlar olgan. 4 yildan beri davom etayotgan Suriyadagi urush 200 mingga yaqin kishining hayotiga zomin bo'ldi. Xitoyda 10 ming kabutar zaharli moddalarga qarata tekshiruvdan o'tdi. Qanotlilar Pekindagi maydonga respublikaning tashkil etilgan kuni munosabati bilan uchirildi. 20 million odam yashagan Xitoy markazida 1 millionga yaqin ixtiyorchi bayramda tartibni nazorat qilishdi. Qrimdagi norozilik aksiyalari Xitoyning ichki ishi. Xitoy Xalq Respublikasining rahbariyati mana shunday g'oyani ushlamoqda. Hukumatdagilar boshqa davlatlarni Pekinga bosim yasamaslikka chaqirdi. Rasmiy uchrashuvlarda AQShning davlat kotibi Kerri Gonkongda demokratiya bo'lishini, namoyishchilarning huquqlari saqlanishi kerakligini ta'kidladi.
Rossiya hukumati onalik kapital to'lovini to'xtatish tashabbusini ko'tarmoqda. Iqtisod ministrligi bu dastur tug'ilishni ko'paytira olmadi deb hisoblaydi. O'tgan yili bu kapital bo'yicha 2,3 million odam murojaat qilgan. AQShning yashirin xizmatining rahbari Julia Prison iste'foga chiqdi. Uning ishdan ketishini amerikalik fuqaroning Oq uyga qurol bilan kirib borishi bilan bog'liq deyilmoqda. Prezidentga xavf yaratdi deb ishlangan Omar Gonzales 10 yilga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Qishki Olimpiadada 2022 Pekin yoki Almatada o'tadi. Nomzodlarning biri Oslo 2022 yildagi qishki Olimpiada o'yinlarini o'tkazish huquqiga ega bo'lish uchun kurashishdan bosh tortdi. Hukumat ko'mir qazish kompaniyalarini narxni nazorat qilish bo'yicha qaror tayyorlashmoqda. Bu haqda bugun monopoliyaga qarshi nazorat qilish davlat agentligining rahbari Bosimik Qozoqov xabar qildi. Uning aytishicha, monopolistlar ro'yxatida 10 kompaniya qayd etilgan. Ularda ko'mirga bo'lgan narx nazorat qilinadi. Agar konchilar bir oy ichida narxni 20% ga ko'tarib yuborishsa, hukumat o'z nazoratini kirgizsa bo'ladi. Hozirda hukumat vakillari bu masala bo'yicha ish olib borishmoqda. Monopoliyaga qarshi kurashish agentligi ko'mir tashuvchilar va sotuvchilar ustidan ham nazoratni kuchaytirdi. Bu vaqtgacha ko'mirning eng qimmat deyilgan Batkenda ko'mirning bahosi 11 ming so'mdan 8 ming so'mgacha arzonlatilgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Oldindan sizlarni ob-havo ma'lumotlari kutmoqda. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Qirg'izgidrometdan olingan ma'lumotga ko'ra, ertaga yurtimizning ayrim joylarida yog'ingarchilik kutiladi. Havoning harorati Batken oblastida kechasi 7-12, kunduzi 20-25 daraja. O'sh oblastida kechasi 9-14, kunduzi 22-27. Jalolobod oblastida kechasi 9-14, kunduzi 22-27 daraja. Norin oblastida kechasi 2-7, kunduzi 15-20. Talas oblastida kechasi 3-8, kunduzi 15-20 daraja. Issiqko'l oblastida kechasi 4-9, kunduzi 14-19. Chuy oblastida kechasi 4-9, kunduzi 16-21 daraja. Poytaxt Bishkekda qora bulut qoplab yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 6-8, kunduzi 18-20. Shahrimiz O'shda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 11-13, kunduzi 25-27 daraja issiq bo'ladi.